Baqirdimmi kvartirada? Sen faqat baqirasan. Gapirgan ku. Men kirishim deyishini oxirigacha yeb qo'yman, Jalal. Jalab nima jalab? Gapiravering. Qishloqqa ketadi. Namanganga. Unsa tekizyaptimi hozir? Aka, Namanganga umuman endi mayli, akam bo'lganliklari uchun Namanganga jo'natamiz deyapti. Nima? Aytsam ishonmayapti buni. Bu aldayapti. Sen manetda, men anetda Aziz anetda o'tarmidi? Ha? Aldayapti deysan. Aka, endi bizdan intervyu olmoqchi ekansiz. Intervyu olishingizni maqsadi nimada deb o'ylaysiz? YouTube'ga qo'ymoqchiman. YouTube'gami? Bo'lmasa Biz men orqadan sizga prosmotrdan pul ishlaymiz. men sizga bo'lmasa chiroyli qilib intervyu qilib Shom beraman. birinchi video mana shu. Intervyu qilib beraman. Qandaydir intervyu kerak bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qilsangiz bo'ladi. Mana shu bo'lyapti. Mana shu odam intervyu qiladi. Короче, men chekkadagi odamlardanman. Bu qolib ketyapti-ku. Intervyu qilsangiz bo'ladi. Bemalol, shoshilma. Tamam. YouTube'gami, libo joyga intervyu olsangiz bo'ladi. Yevon qara. Qizlarga o'sib yaxshi. Pikmilari borda buni. Bu bellar. Ana. Qotag'imi maqtanadimi bilmayman endi. Qo'yaverasiz. Endi bizda yetarlicha. Lekin u qotag'im yegandan maqtanadi. Doqil chiqara olmaydi, ya'ni charkal fir qiladi aka. Qo'yaverasiz. Endi biz chekkadagi odamlardanmiz endi. Biz endi onasini ham so'ng doqilib chiqarganda gapirsa bo'ladi. Bunda mana qo'lini orqaga qo'yib oladi mana. Doqib oxirga tortadi. Doqil chiqarganda fir karkar qilsa bo'ladi. Lekin bu karkar qila olmaydi unday qilib. Tamom, assalom aka. Videoni qaytadan ko'ramiz. Biz oddiy odamlarmiz.